Bu telefonni har kuni zaryad qilish shart emas va eng asosiysi, ushbu telefonning narxi ham flagrant emas. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni yana Alo kanalida ko'rib turganimdan juda ham mamnunman va bugun sizlarga Alo sitesida yangilik, yangi mehmon bor va aynan mana shu mehmonni sizlarga tanishtirib o'taman. Aynan bu smartfonimizni har kuni zaryad qilish shart emas va buni asosiy sabablarini aynan bugungi video kontentimiz davomida guvoh bo'lishingiz mumkin va bilib olishingiz mumkin. Agar tayyor bo'lsangiz, biz aynan bugungi kontentimizni boshlaymiz. Demak, do'stlar, bugun Alo'ning aynan bugungi studiyamizda yangi mehmon deya aytib o'tganman. Demak, tan Honor'dan 600 Lite smartfoni, mana yaqindan korobkasini ko'rishingiz mumkin. Aynan bugun biz Honor 600 Lite'ni to'liq ko'rib chiqamiz va bu smartfon narxiga, ya'ni sotib olishga arziydimi? Mana shu savolga javob topamiz va mana buni ham oxirida mana shu tomosha qilayotganlarga sovg'a qilaman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Aynan mana shuni siz tekinga olishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, demak, Honor'dan 600 Lite smartfonimizni unboxing qilishdan boshlaymiz. Video kontentimizni boshidanoq. Demak, korobka komplektida bizda smartfon hozircha sir bo'la qolsin. Shu sababli biz hozir boshqa narsalarni ko'rib chiqamiz, keyin to'g'ri smartfonning dizayniga o'tamiz. Demak, korobka komplektini ochganimizda bizda birinchi o'rinda mana bunaqa korobka chiqadi, tak to'rtburchak va buni bir chekkasi sim karta slotini ochish uchun igna, hamma telefonlarda bo'lgandek. Va bundan tashqari uni ichida garantiya taloni bor va yo'riqnomasi ikkita. Xo'p, yana bir narsa tushdi. Xo'p, bundan tashqari korobkamizning ichida aynan mana bunaqa o'zini Honor'ni ko'p smartfonlarda ko'rganman, silikonoviy bo'lgan o'zini mana shunaqa original chexoli chiqadi. Bu original baribir, originalga yetmaydi. Va bizda keyingi narsa, ya'ni korobka komplektning ichida menda zaryadnik kabeli turibdi va kabeli ham aynan doimidek Type-C zaryadnik kabeldan iborat. Va uni oldida zaryadlovchi adapter. O'zini Honor Supercharge. Xo'p, aynan Honor Supercharge maksimal 45.1 voltlik ekan. Aynan mana shu o'zini original adapterini ko'rishimiz mumkin korobka komplektida va boshqa hech narsa yo'q korobkasining ichida va biz smartfonni hozir ochamiz va uni dizaynini ko'rib chiqishdan kontentimizni davom ettiramiz. Undan oldin mana ekrandagini ishlab oldim. Va biz smartfonimizni dizayniga o'tishdan kontentimizni davom ettiramiz. Demak, mana do'stlar, qo'limda yangi chiqqan Honor'dan 600 Lite smartfon turibdi va aynan bu smartfonimizning dizaynini sizlarga yaqinroq ko'rsataman. Xo'p, demak, birinchi navbatda dizayn haqida biz gaplashamiz. Juda chiroyli telefon va premium ko'rinadi. Qaraganingizda metal korpus, orqasi metal korpus qo'lda ushlaganda juda ham premium ko'rinadi va arzon telefon emasligi darrov seziladi. Ya'ni sizga boshqacha vibe bera oladi. Yupqa va yengil, kundalik foydalanish uchun juda ham qulay va bundan tashqari telefon ichidagi ranglarni ko'ryapsizmi, qanchalik darajada tiniq va sizga sifatli olib beradi. Endi do'stlar, ushbu smartfonimizning ekrani haqida gaplashamiz. Ushbu smartfonimiz mana ekranni ko'rishingiz mumkin. Taxmin qilib ko'ring, necha dyum va necha gertsdan iborat. Hozir kommentariyga yozib ko'ring. To'g'ri javob berganlarga Allo profilidan shuni like bosib qo'yishni men va'da qilaman. Xo'p, demak sizlar javoblarni yozib bo'ldinglar menimcha va to'g'ri javobni aytaman. Demak, qo'lim turgan Honor'dan yangi chiqqan 600 Lite smartfonimiz 6.6 dyum AMOLED ekran bilan jihozlangan va 120 Hz yangilanish tezligiga, ya'ni juda ham silliq ishlaydi, ya'ni smooth juda silliq ishlaydi va aynan mana bunday animatsiyalari ham juda ham silliq tekst tarzida ochib beradi, ya'ni 120 Hz yangilanish tezligida ekranimiz o'z ishini davom ettiradi. Xo'p, bundan tashqari video ko'rishda umuman telefon ekranini ko'ryapsizlar, juda ham sifatli olib beryapti. Hozir men sizlarga bunda shuni Wi-Fi ga ulab turib, kontent qo'yib beraman sizlarga. Ovoz chiqishini va ekrandagi sifatini va necha K tiniqlikgacha videoni olib berishini biz sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Ungacha videoni pauza qilib turamiz. Demak, men YouTube'ni ochdim, hozir Wi-Fi ga ulagan holatda va biz ekran tiniqligini ko'ramiz va eng asosiysi mana ko'rishingiz mumkin qancha darajada ko'rinyapti. Ovoz 300, maksimal 300 gacha chiqargan. Hamma telefonda 100, lekin bunda 300 gacha ko'tarilyapti. Endi hozir sifatini ko'ramiz ekrani. Xo'p, tiniqligi boshqa 1440. Mana bitta o'zingiz ko'ring. Mana yaqinda ko'rsam hozir. Mana. Wow.
Ochig'i, men telefonni maqtash niyatim yo'q. Ochig'i, telefonni o'sha hozir ko'rganingizdek rangda shunaqangi zo'r darajada olib beryapti. O'zi video kontent qo'ymagan taqdiringizda ham mana ekranni rangini o'zi bilishingiz mumkin. Qanchalik darajada sizga yorqinlikni va tabiiy chiroyli ranglarni taqdim etayotganligini. Va bu telefonimizni endi kamera xususiyati haqida gaplashamiz. Demak, kamerasini ochamiz hozir sizlar bilan birgalikda. Xo'p, kameramiz orqa asosiy kamerasi 108 megapikseldan iborat. Video kontentlar olish uchun juda ham qulay degani. Va hozir birinchi o'rinda biz x ni tekshiramiz, ya'ni nechiga x gacha zoom bo'ladi. Xo'p, rasmlar olayotgan vaqtingizda sizda 10x gacha zoom qabul qiladi telefon. Xo'p, bundan tashqari video olayotganingizda ushbu zoom nechigacha boradi. Video olish jarayonida ham albatta 10x gacha zoomni qabul qiladi va asosiysi 0.6 ham bor. Ko'p telefonlarda odamlar qidirishadi 0.5 yoki 0.6 ni. Aynan Honor'ning 6 Lite smartfonida rasm olish jarayonida ham, video olish jarayonida ham siz 0.6x da kontentlaringizni sifatli olishingiz mumkin. Va bundan tashqari smartfonimizda tungi rejim asosida suratlarni olish ham bor, portret rejimi, video, pro va boshqalarni biz ko'rishimiz mumkin. Va eng asosiysi ushbu smartfonni hozir ko'rasizlar, juda hayron qoldiradigan narsa. Mana bu tomonda shunaqangi tugmasi bor mana. Zoomni ko'ryapsizmi? Hech joyga tegmasa, faqat yon qismi bilan boshqaryapman. Ya'ni yonida AI tugmasi, ya'ni battoni bor. Bu faqat AI uchun xizmat qilmaydi. Buni bosganingizda surat olishingiz mumkin, rasmlarni yaqinlashtirishingiz mumkin va boshqa xizmatlar uchun foydalanishingiz mumkin. Albatta buni telefoningiz nastroykasini to'g'irlab qo'yishingiz bo'ladi. Kamera xususiyatiga menimcha siz 10 dan necha ball bergan bo'lardingiz. Hozirroq kamera so'zidan so'ng 10 dan necha ball berishingizni yozib qoldiring. Biz davom etamiz. Demak, qo'lim turgan Honor'dan 6 Lite smartfonni asosiy qismlariga yetib kelyapmiz. Demak, smartfonning protsessori qanday deyotganlar uchun aynan Honor'dan 6 Lite smartfonning protsessori Dimensity 7100 protsessori joylashgan. Bu yaxshi protsessor bo'lib, kundalik ishlarda juda ham tez ishlaydi. Bundan tashqari, xo'p, mana bu yerda yozib qo'ygan MediaTek Dimensity 7100 Elite, ya'ni Elite yozilgan ekan. Ya'ni Magic OS 10 da ishlaydi, ya'ni 10 interfeysda ishlaydi. Protsessori MediaTek Dimensity 7100 Elite ekan, ya'ni Instagram, ijtimoiy tarmoqlari, YouTube, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda qotishlar deyarli sezilmaydi. Qotish bo'lmaydi ham. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra hali bularni sinab ko'rganimiz yo'q, lekin ishlashi bo'yicha hozirda yaxshi ishlayapti. YouTube'ga ham kirib ko'rdik. Qotishlar deyarli yo'q, sifat esa juda ham yaxshi ko'rsatib beryapti. Bundan tashqari o'yinlarda ishlash ham, ya'ni masalan PUBG o'yinlari yoki boshqa gamerlar uchun ham aynan bu smartfon tavsiya qilinadi. Ya'ni nima uchun tavsiya qilinadi? 8 GB ga 8 GB RAM, ya'ni o'zining 8 GB RAM xotirasi mavjud va 8 GB Honor RAM Turbo orqali uni sun'iy ravishda 8 GB ga ko'paytirishingiz mumkin va shunda sizda 16 GB RAM xotira paydo bo'ladi. Bundan tashqari 6520 mAh batareya aytib o'tganimdek va bu yerda yana ma'lumotlar. Xo'p, Android versiyasi 16, Magic OS versiyasi esa 10.0 dan tashkil etadi. Aynan bu smartfonimiz o'sha aytib o'tgandek o'yinlarda ham deyarli qotishlar, laglar sezilmaydi. Aynan smartfonimizning protsessorida hozircha mana shular bilib olganlarimizni men sizlarga ulashyapman. Eng katta plyusi Honor 6 Lite smartfoni eng katta plyusi bu uning batareyasida. To'g'ri topdingiz. Aynan smartfonimizning batareyasi aytib o'tganimdek 6520 mAh. Gigant batareyaga ega. Ya'ni bu degani smartfonni bir kun, ya'ni bir marta zaryadlaysiz va uni 2-3 kungacha zaryadlamasdan yurishingiz mumkin. Ya'ni bu nima degani? Videoni boshiga qaytamiz. Hook qismimizda aytganimizdek, aynan smartfonni bir kun zaryadlab, yana bir necha kun bemalol foydalanib yurishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni batareyasi aynan yaxshi faoliyat ko'rsatib beradi sizga degani. Kundalik foydalanuvchilar uchun aynan 1-2 kundan ko'proqqa yetib beradi. Gamerlar uchun va telefonlarning ko'proq ishi telefonda bo'lganlar uchun esa o'rtacha 1,5 kundan 2 kungacha cho'zilishi mumkin. Va bundan tashqari smartfonimizda o'sha boshida aytib o'tganimdek adapteri 45 wattlik maksimal quvvatni bera oladi degani, aynan smartfonimizni original zaryadligi va adapter yordamida zaryad qilganingizda aynan smartfon 45 watt o'sha tezlikda super charge texnologiyasi orqali tezkor zaryadlanadi. Shuning uchun ham telefon bir marta zaryadligingizda tez zaryad oladi va bundan tashqari smartfonning zaryadi ko'p kunga yetib beradi. Batareyasi jihatida hozircha o'rgana olganlarimiz mana shular bo'ldi.
Xo'p, qo'lim turgan Honor'dan 600 Lite deb yana qaytaraman albatta. Smartfonimizni, ya'ni IP himoyasi telefon IP66 bilan jihozlangan, ya'ni suvdan va changdan bemalol himoyaga ega. Va bundan tashqari smartfonni Android va Magic OS 10 Android 16 va Magic OS tizimi yordamida telefon deyarli qotishlar sezilmaydi va telefon juda ham silliq keladi. Ya'ni kontent ko'rayotganingizda yoki boshqa paytlarda ham sifatli kontent tomosha qilib, ovoz balandligini esa 300% gacha ko'paytirishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, ushbu qo'lim turgan Honor'dan 6 Lite smartfoni yaxshi kamera, asosiysi premium dizayn, ya'ni yaxshi qimmat vibe beradigan metal korpusga ega bo'lgan telefon. Yaxshi kamera, batareyasi uzoqqa yetadigan telefon kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan Honor'dan 600 Lite smartfonni bemalol a'lo do'konlardan xarid qilishingiz mumkin. Va boshida men aytgandim, videoni oxirigacha ko'rganlar uchun zo'r sovg'amiz bor deb, aynan mana shu sovg'amiz hozir bizda Honor Choice Watch 2i. Ya'ni aynan mana shu nimani sizlarga sovg'a qilaman. Qanday qilib deganda hozir men buni tushuntiraman. Aynan mana shu qo'lim turgan Honor'dan 600 Lite smartfonni o'zingizga eng yaqin bo'lgan a'lo do'konga tashrif buyurasiz va smartfonni xarid qilasiz. Eng arzon narxlarda naqdga olishingiz mumkin yoki 6, 3, 12, 24 oylik, ya'ni 3 oydan 24 oygacha bo'lgan muddat to'lovga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham arzon narxda chiqadi, ayniqsa muddat to'lovga oladigan bo'lsangiz. Yoki-da siz a'lo do'kondan uzoqda bo'ladigan bo'lsangiz, siz bemalol hoziroq ekrandagi raqamlarga 78 122 08 nomer raqamiga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin smartfon haqida, yoki aynan bu smartfonimizni o'sha kol markazimizga qo'ng'iroq qilish orqali buyurtma berishingiz mumkin, yoki-da a'lo.uz saytiga kirib turib ham u yerdan topa olsangiz, o'sha yerda siz buyurtma qilishingiz mumkin bo'ladi. Aynan bu smartfonga onlayn zakaz bersangiz bo'ladi. Va o'sha videoni boshida aytgandek, bu sovg'ani sizga tekinga sovg'a qilaman. Hoziroq qachonki smartfonni do'konimizga borib yoki aynan mana shu smartfonni a'lodan xarid qilganingizda aynan mana shunaqa smartwatch, qimmatbaho bo'lgan original smartwatch, Honor'ning original smartwatchi sizga tekinga qo'shib beriladi. Buni olasiz, buni oldiga esa buni sovg'aga tekinga qo'shib berishadi. Zo'ra. Aynan bugungi kontentimiz bo'yicha Honor'dan 600 Lite bo'yicha to'plab olgan ma'lumotlarimizni sizga taqdim etdik va tavsiya qila olganlarimizni tavsiya qildik. Bizda hozircha shular edi. Agar video kontentimiz sizga birozgina ma'qul kelgan bo'lsa, hozirroq videoga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz va bundan tashqari a'lo kanaliga podpiska bosib qo'yadigan bo'lsangiz, bugundan keyin kontentlarimiz asosan smartfonlar o'rtasida solishtiruv bo'ladi. Ya'ni yangi chiqqan smartfonlar bo'lsa, ularni obzor qilamiz va avvalgi chiqargan obzor smartfonlarimizni qaysidir smartfon bilan obzor qilamiz va aynan Honor'dan 600 Lite smartfonini qaysi smartfon bilan solishtiraylik. Aynan uni ham izohlarda yozib qoldiring. Roppa-rosa o'rtacha 1 oydan keyin eng ko'p ovoz to'plagan smartfon bilan aynan qo'lim turgan Honor 600 smartfonni o'sha sizlar tavsiya bergan smartfoninglar bilan solishtiraman. Bizda hozircha shular edi. Bizga kuzatishda davom eting. Aynan qaysi smartfon bilan solishtirishimizni ham yozib qoldiring. Bu edi a'lo uz. Kelgusi kontentlarimizni ko'rishguncha, xayr do'stlar, salomat bo'ling.